Assalomu alaykum uy bor obunachilarimiz. Navbatdagi videoda Urganch shahrining markazida yangi qurilgan 9 qavatli binomizni 7-qavatdan 86 metr kvadrat 2 xona kvartira 100% jihozlarni sotib olishdi. Hali odam yashalma 1-qavati noturar, 2-qavati noturar qoni turar ekan. Lokatsiyamiz desak obunachilar Murat maqsadli chorrahasi 5lik yo'li desak ham bo'ladi. Shaharning bir ajoyib go'zal ko'ringan yerda joylashgan Dub Fayzi joy obunachilar. Buna Kral Brendni domu desak ham bo'ladi. Ko'p odam biladi. Benim bu tomonimizda 5lik yo'li Saxirboyza ko'pirdan tushgan Saxirboyza bo'lasiz. Bunlar zo'r 1000 marta ishini 1 marta kelib ko'rgan afzal avval. Ko'zingiz besplatni kelasa ko'rasizda. Asay challar bilan qo'llangancha lavdurasak 3 yo'lakdan iborat liftlarimiz iborat lift ishlab turibdi avvallar. Challar bilan ketdik. Hurmatli mijozlar, kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb obunachilarimiz joyimiz dum go'zal aka, 7-qavat. Binomiz 9 qavatdan tashkil topgan, gazga ega karushton. Domofonlar, avtomatlarni qo'yib o'tirgan pirxoshkamiz. Belimizda ajoyibina tortmalar qo'yilgan. High-tech variantda ovoylar, katta hajmli berdayna pirxoshka zonamiz. Yana pirxoshkalarimiz obunachilarimiz, potorklarimiz Galagen, ledlarimiz qo'yilib o'tirgan. Hojatxona, yumushxona alohida, kvadrat metr 86,3. Yine high-tech variantda ajoyib o'zlarining milliy mahsulot ishli emlik, daraqli xili, gold sveta chizilgan. Xullas, joy dum full, yashalmon joy, 55 ming dollar. Yumushxona, hojatxonalarimiz, koridorlarimiz, oshxonamiz to'liq bor. Endi bismillah deb endi mashallah deb beni mehmonxonaga yursin. Turistik beda divan qo'llar, jurnal stullarimiz, Wi-Fi'miz, Avon firma smart televizorlar. O'zini alohida berimizda kamera bor, ko'chatsini hamda podizini o'zini bor kuzatadi ekan. Tilib yurishdan keyin bedayni Wi-Fi tizimiga muayyaqqani 2 ta balkondan iborat ekan. O'zining milliy mahsulot Artel firmani inverter motor konsollarimiz ham bor. Yine zalmizdan zal keng zalni bu qismidan foydalansa bo'ladi. Yine 3-4lik gilamda tashqiga balkondan görüşler imkan olacaklar. Yine balkonumuzda birinchi navbatda qarasam oyoqda kafel bo'lgan. Yurib mazza bo'lib turibdi joyimiz. 100% oynalari, ishlari o'zgargan 7000lik akvaryumlar qo'yilgan ekan bularlar. Shuna ahamiyat berishni, ses umuman eshitilmaydi. Ina chiroyli. Belli birinchi balkon oqimma to'g'risi desak ham bo'ladi. Ozon sesi eshitilib turadi aytanga. Xonim musaffoligini qaranglar. Shaharning dum chiroyli yerda joylashgan. Obunachilar hammamiz bilan Murat maqsad domligida charrahasi deymiz, xullas zo'r. 5ni ko'pirga ketadi bu tomonga kelsak. Dom o'zgacha tashqarini kuzatdik. Ertangi kun bu yerda bemalol shashib tushsa ham bo'ladi. Foydalansak berim razvedkalar qo'yilib o'tilgan. Shuna ahamiyat bersin. Uyingiz har bir yerda detalni ahamiyat bergan. Domni qurgan hammasine katta rahmat deymiz. Tata turganim meni xayrli barakali bo'lsin. Endi bu mehmonxonadan chiqamiz obunachilarimiz. Chiqib, mehmonxonamizda obzor qilsak. Korondan ishlay ichon qismidan qo'yib o'tilgan erinmasdan bom pul degan har bir detal. Koridorlarimiz yana chiroyli etib o'tilgan. Yumushxonamiz ajoyibundan rakoyna. Berimizda smart datchikli oynalar, nevjokadan sushulkalar, bu amina plus minusi. Vagonchik dushovina. Kabina ventilyatsiya joylari bor. Lekin bemalol akkuratni o'tirib yuraverasiz. Xullas, yaqqan yeri zo'r. Sochiq uchun alohida pastapkalarim bor. Hojatxonamiz alohida aytib o'tsak, yana bedam rakoynamiz bor. Koko firma unitozi. Berimizdan ventilyatsiya joylari ishlab turibdi. Oynalarimizda har birinde bor yumushxona, hojatxonadan. Endi hammani yaxshi ko'radim oshxonasi. Oshxonamiz jihozlarni aytib o'tsak bo'lsa, chap tomonda Samsung Brayton 2 kamera xolodilnikimiz, LG firmaning 7 kg kir mashinamiz, berimizda Samsung Brayton'ning posudiyodu mo'ykamiz, mikronovkalarimiz, xullas past qismlarida ledlar, razvedkalarimiz ham qo'yilib o'tilgan ekan. Mo'ykamiz hozirgi trend mo'ykalarimiz, gaz plitamiz, umuman joyda ovqat pishmagan, yashalmon desak bo'ladi joyimizda. Havo tozalovchi Artel firmaniki. Oynamizda jorizolan, podokonyaklarimiz ham qo'yilib o'tilgan. O'zlarimiz iqlima mos, ajoyib bundan Alver kotyullari. Do'q konturni gazi bor, ishlab turibdi. Hamma vaji bor.
Ne üçün satacaq desə, bir mülk egəsi Toshkentda paytaxt yaşaydı, şunun üçün zərurçuluq yox, şu an satacaq. Bir də 4 adamlıq stolumuz, yine kürsüləri var ekan. Bir hem yağ sifətli laminatda giləmlə taşarıb ötürgən. Yine fotoğraflarımızdan tralezimdə ailə bemalol yaşaydı. Ağan adam icərə qoysam buna bemalol faydalansa burada ekan. Xullas, çırayla ötürgən, bellərimizdən yine əcayibəti özünü məxsus bir yerdə çölçükləri bu filtrlərdən qoyulub ötürgən ekan. Nokta vergin adam gözetəli gözetəli. Birincisi 2 tə kulüsatır, biri hava tazalavçı, yine üzünü ventilasiyalar bu. Her bir xana hava tazalavçı gerək olacaq. Şimdi yataqxanasına əhəmiyyət versək. Yataqxanasında nə var? Pünçlər oksivet, razvetka qoyulgan, trezorçun, vagonçik şkaf. Cayına maxtasan maxtağı deyin. Akkuratlı niyə bir şey pərdələ, üzəriniz mahsulat Artel firma inverter motor kondisioneri, yağ sifətli matrasla özünü bölümüsünü oynanamıza görsək yəni aytıb ötdük 7 mili akvaramla yine radiatorlarımızdan var. Birimizdə çıraylı üzünü ligrop ketadon burada. Rüşvələrinə bax əhəmiyyət versək yine rüşvələr olacaq. Birindən balkonla gözətib ötsək. Yine birimiz balkona bulaşılar. İkinci balkonumuz İşçiler oynarlar 7000'lik akva imza ramlaq bölümü ekan. Görüşlər mümkün. Bu 7-ci qavat ekan. 8-9 yine. Kərüşdüm qaza ege. Çaraqamız bilemiz ne Murat maksat bu eptikeni onlaydı. Həmmə bilədi olacaq. Liftlər şərt tutdu. Görüşlər mümkün. Fasadlaram urğan. Cay gözəl. Ağan adam əzəflat edir. Müzazda cayını maxtasan maxtağa deyin. Halasansa ikilemçi, halasansa nakbula. Benim kanallar işleri koyulup ötülgen. Şunda alınacaq narxı 55.000 dollarda. Baxaladı 7-ci qavat liftlərini işlətir. Kimə qızıq bolsa, benim bağlamadım numara istəmə. 88 530 00 Daynəbək 88 601 70 Şəhzad Bəkmən bağladı. Kəminə hər daim deyik, halk üçün xidmətdə. Bizəni aslanı mücazlarım şu misafirdirgən bazarçılarımız ekan. Bir gün bildim doğrusu da bazara var. Şunca abonaçılarımız var ekan doğrusu. Qollab turub, quvvatlab turub abonaçı həmməsinə katta rəhmət. Sağ olun, aman bunu. Kəsəlimizə şifa verin, yurtumuzun sırrı gözləməyəsin. Hesab abonaçılar həmməni işi bərarına gezin. Caysızlarım caylı bola vergi. Sağ olunlar, bay olunlar.